Atigi 3 oy ichida YouTube 7 milliondan ortiq kanalni olib tashladi. Videolarni emas, butun kanallarni. O'tgan yilning iyulidan sentabrigacha platformadan olib tashlandi va ular bilan birga 74 million video ham o'chirildi. Bu YouTube tarixidagi eng katta kanal tozalash to'lqini. Endi bu kanallarning aksariyati spam edi. Ko'pchiligi past sifatli sun'iy intellekt kontenti edi. Ammo ba'zi haqiqiy ijodkorlar ham ta'sir ko'rdi. Haqiqiy kamerali, haqiqiy ssenariyli, haqiqiy tomoshabinli odamlar. Spam kanallarni olib tashlayotgan tizim oddiy ijodkorlarni ham olib tashlamoqda. Bu video uchun men daromadsizlantirilgan 100 ta kanalni o'rgandim. Ular nima yaratganini, qanday yaratganini va YouTube nima uchun ularning reklama daromadini olib tashlaganini ko'rib chiqdim. Shuning uchun bu videoda men 3 ta narsani tushuntiraman. Birinchidan, daromadsizlantirishning butun to'lqinini boshlagan yangi qoida. Uni o'qib beraman va oddiy so'zlar bilan tahlil qilaman. Shunda tushunishingiz oson bo'ladi. Ikkinchidan, eng ko'p zarba olayotgan yo'nalishlar. Ulardan biri sizni hayratda qoldiradi. Uchinchidan, bu hafta daromadssizlantirilish xavfini kamaytirish uchun qilishingiz mumkin bo'lgan 9 ta oddiy qadam. Oxirigacha qoling, chunki bu tizimning ishlashida bir muammo bor. Keling, sizni buning boshlanish nuqtasiga olib boray. 25 yil iyulining 15-kuni. O'sha kuni YouTube o'z qoidalar kitobidagi bir so'zni o'zgartirdi. Ular takrorlanuvchi kontent deb ataladigan siyosatni olib, uni soxta kontent deb qayta nomladilar. Kichik o'zgarishdek tuyuladi, lekin umuman kichik emas edi. Mana nima uchun bu yangi so'z muhim. Eski so'zni o'lchash oson edi. Agar bir xil videoni qayta-qayta joylashtirsangiz, tizim uni sanab, takrorlanishni aniqlay olardi. Ammo yangi so'z boshqacha. Bu kontentning qanday tuyulishi bilan bog'liq. Va aynan shu narsa muhim edi. YouTube qoidani ko'proq kontent turlarini qamrab oladigan qilib kengaytirdi. Mana YouTubedan olingan aniq satr. Soxta kontent ommaviy ishlab chiqarilgan yoki takrorlanuvchi kontentni anglatadi. Bu videolar orasida kam yoki umuman farq bo'lmagan, shablon asosida yaratilgandek ko'rinadigan kontent yoki keng miqyosda oson takrorlanadigan kontentni. Endi bu qoida chalkash tuyulishi mumkin. Shuning uchun uni oddiy so'zlar bilan tushuntirib beraman. Ommaviy ishlab chiqarilgan degani nima? Bu juda tez ko'plab videolar yaratishni anglatadi. Har kuni yangi video chiqaradigan mashinani tasavvur qiling. Videolar tashqi ko'rinishida biroz farq qiladi, lekin ichki jihatdan deyarli bir xil. Takrorlanuvchi kontent nima? Bu sizning mavzungizga bog'liq emas. Bu videongizning shakliga bog'liq. Oddiy qilib aytganda, siz komediyachisiz va sahnaga chiqib faqat hazilga qayta-qayta o'zgartirish kiritasiz. Bu zerikarli bo'lib qoladi. Takrorlanuvchi kontent ham xuddi shunday ishlaydi. Endi osonlik bilan ko'paytirilgan, bu degani har kim nusxa ko'chira oladigan video. Agar tasodifiy bir odam sizning videongizni ko'rib, bepul AI vositasini ochib, qoidani tushunganingizdan so'ng keyingi savol video yarata olsa, bu qoida kimga eng ko'p ta'sir qiladi? Yuzlab monetizatsiyadan mahrum qilingan kanallarni ko'rib chiqqanimda, bir xil yo'nalishlar takrorlanadi. Keling, sizga o'sha yo'nalishlarni ko'rsataman. Birinchi yo'nalish bolalar uchun AI yordamida yaratilgan Dragon Ball multfilmidagi hikoyalar, Injil hikoyalari, soxta anime, skelet AI, asosan AI animatsiyasi. Keling, sizga bo'shliqlarni ko'rsataman. Birinchi yo'nalish bolalar uchun sun'iy intellekt yordamida yaratilgan animatsion multfilm Dragon Ball uslubidagi hikoyalar, Injil qissalari, soxta anime, skelet AI, asosan AI animatsiyasi. Plus AI ovoz. Eng sifatsiz narsalarning eng sifatsizi. Ikkinchi yo'nalish soxta AI kino treylerlari. O'tgan yilning dekabrida YouTube Strien Tulture va Studio nomli 2 kanalni olib tashladi. Ularning 2 milliondan ortiq obunachisi va 1 milliondan ortiq ko'rishlari bor edi. Uchinchi yo'nalish odamlar miya chirishi deb ataydigan qisqa tayyor kulgi AI mushuklar, AI itlar, ovqat fantaziyasi, Viktorina formalari bilan sahnalarda AI hayvonlarning cheksiz aylanishlarini yaratadigan kanallar. Bu kanallarning ko'pi hali ham ishlayapti, lekin aynan shu format tizim topib, puldan mahrum qilish yoki olib tashlash uchun yo'nalish klassik yuzsiz YouTube tuzilmasi. AI ovoz plus stock video yoki AI yaratgan video plus fon nusxasi. Bu nimani anglatadi? Agar videongiz AI yaratgan suratlar yoki videolardan, AI ovoz va AI ssenariydan iborat bo'lsa, puldan mahrum qilinishingiz shuningdek YouTubedan yuklab olingan kontent yuklab yaxshi beshlik kabi faqat yaratishga ham qo'shish mumkin emas. AI skripti bo'lganingiz uchun monetizatsiyadan mahrum bo'lish ehtimolingiz juda yuqori. Bu YouTubedan yuklab olib, ustiga matn qo'shgan kontentingizga ham tegishli va uni eng yaxshi beshlik kabi yarat. Shunday ekan, siz YouTubedan kontent yuklab olib, unga matn qo'shish va tahrirlash bilan kifoyalana olmaysiz va uni o'z kontenting deb ataysan. YouTube buni biz ishlatgan kontent deb belgilab, kanalingni monetizatsiyadan mahrum qiladi yoki kanalingni yopadi. 5-joy, bu Roblox va Minecraft arzimas kontent. Asosan sun'iy intellekt ovozli yoki umuman ovozsiz o'yin lavhalarini joylaydigan kanallar. Faqat musiqa bilan va deyarli bir xil formatni takrorlaydi. Bunday kontent ham takrorlanuvchi hisoblanadi va kanaling yopilishi yoki monetizatsiyadan mahrum bo'lishiga olib kelishi. Ammo mana hech kim kutmagan qism. Haqiqiy animatsiya kanallari ham ta'sir ko'rmoqda. Qo'lda chizilgan ishlar, 3 o'lchamli animatsiya, umuman sun'iy intellektsiz. Dino Mania kabi 1 milliondan ortiq obunachiga ega kanallar, Blunt Broadfair Productions 1 million 300 ming obunachi bilan, Slick 800 ming obunachi bilan.
Ularning barchasi monetizatsiyani yo'qotdi va ular hech qachon sun'iy intellekt ishlatmagan. Ularning ishi original edi, lekin tizim baribir ularni belgilab qo'ydi. Sababi, menimcha YouTube ichidagi sun'iy intellekt tizimi bu kanallarni belgilash uchun hali yetarli darajada yaxshi emas. Va shuning uchun haqiqiy animatsiya yoki haqiqiy 3 o'lchamli grafikani noto'g'ri baholash juda oson. Asosan, tizim ularni farqlay olmaydi. Umid qilamanki, bu YouTube kelajakda tuzatadigan xatodir. Mana barchangiz o'zingizga so'rayotgan katta savol. YouTube'da AI taqiqlanganmi? Javob yo'q. YouTube hikoya aytishni yaxshilash uchun AI vositalaridan foydalanadigan ijodkorlarni qo'llab-quvvatlaydi. Siz hali ham AI dan foydalanishingiz mumkin. Qoida natijaga tegishli. Misol tariqasida o'z kanalimni keltiraman, chunki men Denida AI dan foydalanaman. Videolar va eskiz rasmlar yaratishda yordam berish uchun. Analitikadan ko'rinib turibdiki, kanalim monetizatsiya qilingan. Bu kanal orqali hali ham daromad olyapman va 8 oydan ko'proq vaqtdan beri AI dan foydalanaman. 8 oydan ko'proq vaqt davomida. Kanalim monetizatsiyadan chiqarilmaganining sababi shundaki, men AI dan videolarimni yaxshilash va jarayonni tezlashtirish uchun foydalanaman. AI bilan arzimas narsalar yaratish uchun emas. Keling, kanalimda AI dan qanday foydalanishimni ko'rsataman. Shunda mendan o'rganishingiz mumkin. Men bu kanalda AI dan asosan 2 narsa uchun foydalanaman. Eskiz rasmlar va video tahrirlash. Eskiz rasmlar uchun Hitchfield deb nomlangan vositadan foydalanaman. O'zimning suratimni yuklayman. So'ngra Hitchfielddan turli xil yuz ifodalari bilan mening turli versiyalarimni yaratishni so'rayman. Xursand, hayratda, sarosimada, videoga mos keladigan hayratda, sarosimada, videoga nima mos kelsa, shuni qo'ying. Keyin men o'z suratimni olib, uning asosida eskiz yarataman. Bu menga har safar boshqa ifoda kerak bo'lganda yangi surat olishdan qutqaradi. Yuz ifodasi. Chunki Hitchfielddan foydalanishni boshlashdan oldin chiroqlarni yoqishim, kamerani ishga tushirishim, yuzimni tartibga solishim, sochimni to'g'rilashim, bilasizmi, chiroyli futbolka kiyishim, kameraga qarashim, surat olishim, suratni kompyuterga yuklashim, keyin Photoshopga o'tkazib, nuqsonlarni tuzatishim va nihoyat eskizda ishlatib, eskiz yaratishim kerak edi. Ammo Hitchfield bilan men bir zoomda aniq yuzga, tiniq fonga, chiroyli futbolkaga va xohlagan ifodamga ega bo'laman. Va bu butunlay haqiqiy ko'rinadi. Lekin eng katta vaqt tejaydigan narsa tahrirlash. Buning uchun men Hitchfieldning yangi superkompyuteridan foydalanaman. Bu Hitchfielddan yangi AI vositasi bo'lib, u ko'p narsalarni avtomatlashtirishga imkon beradi. Men undan foydalanish usuli juda oddiy. Men buyruq yozaman, keyin uning ostiga to'liq YouTube ssenariyimni joylashtiraman va superkompyuterga yuboraman. Bir necha daqiqadan so'ng Hitchfieldning superkompyuteri videom uchun kerakli barcha sahnalarni yaratadi. Va buning eng ajoyib tomoni shundaki, har bir sahna mening aytayotgan gaplarimga mos keladi. Ovoz chiqarib aytish. Har bir rasm ssenariyga to'g'ri keladi. Shuning uchun tomoshabin faqat meni tinglamaydi. Ular ekranda ssenariyga mos keladigan grafikni ham ko'rishadi. Va so'zlar. Keyin Hitchfield ichidagi superkompyuterdan o'sha sahnalarni video kliplarga aylantirishni so'rayman. U tugagach barcha materiallarni olib, video montaj dasturimga joylayman. Va u yerda har bir klipning ko'rinishini o'zgartirishim, effektlar qo'shishim, qismlarni tezlatishim, sekinlatishim mumkin. Videom chiroyli bo'lishi uchun nima kerak bo'lsa. Bu esa har hafta montajga ketadigan soatlab vaqtimni tejaydi. Endi stock fotoga saytlardan qidirishim shart emas. Qo'shimcha birov suratga olishim ham kerak emas. Superkompyuterning eng zo'r tomoni shundaki, unga faqat bitta buyruq berasiz. Qolgan hamma ishni o'zi bajaradi. U aslida sizning kichik agentingizdek ishlaydi. Agar biror rasm yoki klip ssenariyga mos kelmasa, asboblar paneliga qaytib, uni qayta yasay olaman. Ssenariyga to'liq mos kelguncha uslubni, burchakni, sahnani o'zgartirishingiz mumkin. Aynan mos kelguncha. Buni sizga bir aniq sabab bilan ko'rsatyapman. Aydan to'g'ri foydalansangiz, u juda foydali bo'lishi mumkin. YouTube buni biladi. YouTube'ning o'zi platformada AI ovozli dublyajni taklif qiladi. YouTube AIga qarshi emas. YouTube past darajadagi harakatlarga qarshi. Ular takrorlanuvchi kontentga qarshi. Ular mashina tomonidan yaratilgandek tuyuladigan videolarga qarshi. Shuning uchun sir shundaki, past darajadagi videolar yaratish uchun AI dan foydalanmang. Yaxshiroq videolar yaratish uchun AI dan foydalaning. Vaqtni tejash uchun foydalaning. Kontentingizga haqiqiy qiymat qo'shish uchun foydalaning. Agar video tahrirlashni tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, tavsifda havola bo'ladi. U yerda Hitchfield superkompyuterini o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Endi ushbu videoning boshida va'da qilganimdek sizga kanalingizni monetizatsiyadan chiqarilishdan qanday himoya qilishni ko'rsataman. Birinchi qadam. Eski kichik rasmlaringizni yangilang. Eski videolaringizga qaytib, kichik rasmlarni ko'rib chiqing. Kanal bo'ylab aylanib, kichik rasmlarni birma-bir tekshiring. Hammasi bir xil ko'rinadimi? Bir xil yuz, bir xil rang, bir xil tartib, bir xil matn, bir xil uslub qayta-qayta takrorlanadimi? Agar javob ha bo'lsa, o'sha kichik rasmlarning bir qismini qayta yasashni boshladim.
Bir kunda hamma narsani o'zgartirishingiz shart emas. Ammo kanalingizda ketma-ket 10 ta deyarli bir xil ko'rinadigan video ko'rsangiz, ularni yangilang. Ularni yanada farqli qilib ko'rsating. Chunki YouTube faqat bitta videoni emas, balki butun kanalingizni ko'rib chiqadi. Agar eskiz rasmlaringiz shablonga o'xshab ketsa, bu AI algoritmiga kanalingizni monetizatsiyadan mahrum qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam: takrorlanuvchi sarlavhalarni yangilang. Sarlavhalaringiz bilan ham xuddi shunday qiling. O'tgan yuklamalaringizga qaytib, juda o'xshash eshitiladigan sarlavhalarni qidiring. Agar ketma-ket 20 ta videongizning sarlavhalari bir-biriga juda o'xshash bo'lsa, ularni o'zgartiring. So'zlar bilan o'ynang. Ularni noyob va farqli qiling. Uchinchi qadam: aniq takrorlanuvchi videolarni olib tashlang. Eskiz rasmlar va sarlavhalardan so'ng asl videolarni tekshiring. Agar eski videolaringiz hech qanday sababsiz bir-birini takrorlayotgan bo'lsa, men eng zaifini ro'yxatdan olib tashlagan bo'lardim. Ularni har doim o'chirishingiz shart emas, ro'yxatdan olib tashlash yoki shaxsiy qilib qo'yishingiz mumkin. Shu tarzda YouTube kanalingizda ko'rish mumkin bo'lgan eng muhim 3 ta narsani tozalab oldingiz. Sizning eskiz rasmlaringiz, sarlavhalaringiz va videolaringiz. 4-qadam: YouTubedan tashqarida zaxira auditoriya yaratish. Keling, sizga bir savol beraman. Agar ertaga YouTube kanalingizni o'chirib tashlasa, auditoriyangiz sizni qanday topadi? Ko'pchilik ijodkorlar uchun javob qo'rqinchli. Chunki ko'pchilik ijodkorlar YouTube'ga tayanadi. Shuning uchun, agar ular o'sha auditoriyani yo'qotsa, auditoriya ularni boshqa topa olmasligi mumkin. Aynan shuning uchun sizga zaxira joy kerak. Bu Discord, Patreon, axborotnoma, elektron pochta ro'yxati, maktab guruhi yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Masalan, menda maktab jamoasi bor. Hozir mening jamoam pulli, chunki men ichkarida yordam taklif qilaman, ijodkorlar bilan gaplashaman. Ichkarida kursim bor, to'g'rimi? Shuning uchun bu odamlarning o'sishi uchun guruh. Shuning uchun u bepul emas. Lekin men hali ham ushbu jamoa ichida mening darsliklarim va qo'llanmalarimga qiziqqan. Yuqori sifatli odamlarni to'playapman. Shunday qilib, agar YouTube kanalimni o'chirsa, men hali ham jamoam ichida auditoriyaning bir qismiga egaman. Shuning uchun sizga eng sodiq tomoshabinlaringiz sizni kuzatishi mumkin bo'lgan joy kerak. Chunki kanalingiz monetizatsiyadan chiqarilsa, buzib kirilsa, o'chirilsa yoki xatolik bilan belgilansa, bir kechada hamma narsani yo'qotishni xohlamaysiz. 4-qadam juda oddiy. O'zingga tegishli bo'lmagan yerga butun brendingni, butun biznesingni qurma. 5-qadam: AIdan to'g'ri foydalanish. Aytganimdek, AI taqiqlanmagan. AIdan foydalanishga ruxsat bor. AIdan tadqiqot, g'oyalar, tahrir, kichik rasmlar, ssenariylarni qayta tuzish, vizuallar tartibga solish, rejalashtirish uchun foydalansangiz, buning hech qanday yomon joyi yo'q. Muammo undan qanday foydalanishingda. Agar AIdan tez, dangasa, past sifatli videolar yaratish uchun foydalansang, ha, shunda kanalingni xavf ostiga qo'yasan. Ammo AIdan yaxshiroq videolar yaratish uchun foydalansang, bu butunlay boshqa gap. Yaxshiroq deganda, men yuqori aniqlikni nazarda tutmayapman. Qimmatbaho ko'rinadigan yaltiroq AI rasm yoki yaltiroq animatsiyani nazarda tutmayapman. Gap shundaki, tomoshabin videoga kuch sarflanganini his qilsin. Chunki bu yerda katta chalkashlik bor. Ko'plaringiz yuqori aniqlikdagi, yuqori sifatli AI animatsiyasi yaratish, bu sifat degani deb o'ylaysiz. Ammo sifat degani bu emas. Sifat degani AIdan aqlli tarzda. Men avval ko'rsatgan sifat degani AIni aqlli tarzda qo'llash. Avval sizga ko'rsatganimdek. Videolaringizni tahrirlash va eskizlaringizni yaxshilash uchun. Shuning uchun AIdan foydalanib, yaratayotgan kontentingizni yaxshilang va rivojlantiring. 6-qadam: videolaringizda insoniy bo'lib qoling. Bu juda muhim qadam. Bu ehtimol ijodkorlarning monetizatsiyadan chiqarilishi yoki kanallari yopilishining eng katta sababidir. AIni kanalingizning yaratuvchisiga aylantirmang. AIni asbob sifatida ishlating. Bu yerda katta farq bor. Aslida AIni xuddi Photoshop, Premiere Pro, CapCut, After Effects yoki hatto kameradan foydalangandek ishlating. U sizga narsa yaratishda yordam beradi, lekin sizning o'rningizni egallamaydi. U hamma narsani siz uchun qilmaydi va siz faqat tugmani bosasiz. Agar hali tushunmasangiz, soddaroq qilib tushuntiraman. Agar AI butun ssenariyni yozsa, ovozni yaratsa, barcha vizual elementlarni tayyorlasa, videoni tahrirlasa, sarlavhani yozsa, eskizni yaratsa va videoni yuklasa, unda bir nuqtada kanal aslida sizniki bo'lmaydi, shunday emasmi? Aynan shunday kontent bilan YouTube kurashmoqda. Kanalingiz yuzsiz bo'lsa ham, uni haqiqiy odam yaratgandek tuyulishi kerak. 7-qadam: ommaviy yuklashlarni avtomatlashtirmang. 8-qadam: original bo'ling, chunki originallik, ayniqsa bugungi kunda, ko'p o'sishingizga yordam beradi. Algoritmda kontent bo'shlig'i deb ataladigan narsa bor. Qachonki biror kontent yetishmasa, lekin unga talab bo'lsa, o'sha kontentni ko'rishni xohlaydigan tomoshabinlar bor. Agar siz o'sha kontentni yarata olsangiz, virusli bo'lasiz. Endi hiyla o'sha kontentni topishda. Qadimgi usul asosan ishlayotgan boshqa videolardan nusxa ko'chirish. Unga o'zcha burilish qo'shish edi va shu bilan o'sardingiz. Ammo yangi usul aynan shu bo'shliqlarni topish. Keling, soddaroq qilib tushuntirib, bir misol keltiray, tushunishingiz uchun. Aytaylik, bananning foydalari haqida gapiradigan 10 ta kanal bor. Sizning vazifangiz ehtimol bir guruh odamlar bananning zararlari haqidagi videolarni ko'rishni xohlashini tushunish.
Aynan shu kontent bo'shlig'i degani. Ya'ni bananning foydalari haqida 10 ta video bor. Bananning zararlari haqida esa birorta video yo'q. Sizning vazifangiz buni tushunib, shu g'oyani o'ylab topish va asl kontent yaratish. Agar har bir joylagan videongizda shunday qila olsangiz, YouTube'da portlab ketasiz, va'da qilaman. Endi YouTube'da tezroq o'sishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, faqat bitta videoni yuklash orqali bu yerdagi videoni bosishingiz mumkin va men uchun ushbu videoni tomosha qiling, chunki bu video ba'zi ijodkorlar birgina yuklash bilan qanday mashhur bo'lishini tushuntiraman. Agar bu haqda bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu video